Xo'p, azizlar, mana bugun sizlar bilan yana jonli efirda ko'rishib turibmiz. Barchangizga xayrli kech tilayman va bugungi yana bir mavzulashtirilgan efirimizni sizlar bilan o'tkazamiz. O'ylaymanki, bugungi efir juda ham ko'pchilikka foydali bo'ladi, juda ham ko'pchilikka manfaatli bo'ladi. Esingizda bo'lsa, o'tgan efirimizda biz munosabatlar haqida bo'lgan edi. Endi keling, mana shu ozgina psixologik jarayondan tashqari bugun biz sizlar bilan energetik jarayonda borliq qonunlarini munosabatlardagi o'rni haqida gaplashamiz. Ya'ni borliq qonunlarini munosabatdagi o'rni haqida gaplashamiz. Aslida har bitta inson bilishi kerakki, u xohlaydimi, u xohlamaydimi yoki u ishonadimi, ishonmaydimi, borliqda shunaqa avtomatik ishlaydigan qonunlar borki, bu qonunlarni yaratuvchi o'rnatib qo'ygan desak balki to'g'ri bo'ladi. Ya'ni mana shu qonunlarga siz balki amal qilmay yashayotganingizda, balki o'zingiz bilib bilmay mana shu qonunlarni deylik to'g'ri ishlatmayotganingizda hayotingizda go'yoki kasha, ya'ni go'yoki siz bilmagan jarayonlar ro'y berayotganga o'xshab qolishi mumkin. Shuning uchun bugun biza mana shu borliq qonunlarini, tortishish qonuni, kim eshitgan azizlar, kim yangi bo'lsa, albatta guruhda mana shu videolar ham bor, albatta ko'ring, izlaning. Tortishish qonuni qisman ko'pchilikka bu narsa tanish, ya'niki nimani o'ylasang, nimani his qilsang, ko'proq diqqatingni nimaga qaratsang, hayotingga shu narsa tortilib keladi deyishadi. Buni mana shu tushunchani o'zini ko'pchilik biladi, eshitadi. Bugun esa men harakat qilaman yana mana shu tortish qonunini faqat yangicharoq shaklda ochib berishga va imенно munosabatlarga oid qismini, chunki biz sizlar bilan munosabatlar psixologiyasini boshladik. Mana shu oy deylik, mana o'tgan efirimiz munosabatlar haqida bo'ldi. Bugun esa biz sizlar bilan aynan munosabatlar doirasida mana shu qonunlar o'rnini o'rganamiz va mana shunaqa ketaveramiz. Endi hamma diqqat qilsin. Mana shu qonunlarni tushunishda ko'pchiligingiz hayotingizdagi hozirgi vaziyatingizdagi muammoni, hozirgi vaziyatingizdagi qanaqadir yechimlarni topa olasiz. Takrorlayman. Bugungi darsni chuqur eshitib o'rganadigan bo'lsangiz, siz hozirda sizda mavjud bo'lgan qanaqadir muammolarni yechimini tushunishni boshlaysiz va o'sha kelib chiqqan muammolaringizni hayotingizdagi siz muammo deb bilayotgan, tushunayotgan jarayonlarni sabablarini ham o'rganishni boshlaysiz. Va mana shu oy biza munosabatlar psixologiyasini boshlaganimiz uchun o'tgan efirimiz, yana takrorlayapman, to'liq psixologik ayol va erkak munosabatlari haqida bo'lganda, esinglarda bo'lsa, bog'lanib qolish insondagi tip haqida gaplashgandik. Bugun esa aynan mana shu tortish qonuni, tebranish qonunlarini biz sizlar bilan hayotimizdagi o'rni, hayotimizdagi ta'siri haqida gaplashamiz. Demak, boshladik. Xo'p, birinchi biz biladigan demak, birinchi biz biladigan va ko'pchiligimizga tanish bo'lgan qonun. Men bu bilimlar bilan mana shu jonli seminarda ham bo'lishgan edim va kelinglar bugun mana shuni qisman sizlar bilan mana shu sizlarga berishimiz kerak deb bilgan tomonlarimizni gaplashamiz. Birinchi qonun. Bu tortishish qonuni. Asosiy hayotimizda biz biladigan, biz hayotimizda mavjud bo'lgan qonun. Xo'p, bu qonun qanday ishlaydi? Biz hayotimizga diqqatimizni nimaga qaratib turgan bo'lsak, o'sha narsalarni tortib olamiz. Mana shunaqa deb yozib olishinglar mumkin. Biz hayotimizda bugun nimani ko'rayotgan, bugun nimani eshitayotgan, bugun biz bilan nima bor bo'lsa, bilingki, bu katta hajmda siz oldin diqqatingizni qaratib yashagan jarayonlaringiz natijasidir. Hozirgi ko'rayotgan, eshitayotgan narsalaringiz. Ya'ni hozirgi voqeligingizda nima ko'rayotgan bo'lsangiz, bu bir oy oldin, bir hafta oldin, balki bir yil oldin, balki 10 yil oldin siz diqqatingizni qaratgan, mana shu narsaga kuch bergan, ya'ni ko'proq diqqat, insonni diqqati qayerda bo'lsa, insonning energiyasi o'sha joyga ketadi. Yana
batafsil tushuntiraman. Yozib olishinglar mumkin. Tortish qonuni bu, ya'ni hayotimizga diqqatimizni qaratgan narsalarimizni tortib olamiz. Da? Biz diqqatimiz ko'proq nimada bo'lsa, hayotimizda shu narsa kirib kela boshlaydi. Bu endi boshlang'ich tushuncha. Davom etamiz. Fikrlashimiz, diqqat qilinglar, bizni hissiyotlarimiz ma'lum bir o'zimizdan energiya maydonini hosil qiladi. Ma'lum bir energiya maydoni. Ya'ni sizni diqqatingiz, mana tasavvur qilinglar. Sizni diqqatingiz munosabatlarga oid qilib o'tamiz deganimiz uchun faqat munosabatlarga doir tomonlarini misol keltiraman. Sizni diqqatingiz turmush o'rtog'ingiz bor yoki uylangansiz yoki hali turmush qurmoqchisiz, farq. Azizlar, ovoz eshitilyaptimi? Nima uchundir chat mani chiqarib yubordi. Hozir ovoz yaxshimi? Yaxshi, davom etsam bo'ladi, demak. Kimda ovoz past bo'lsa, iltimos boshqatdan kirib chiqinglar, o'sha o'quvchilarga yozib yuboringlar yoki dinamikni yoqib olinglar. Demak, munosabatlar doirasida biz misol keltirayotgan edik. Demak, tortish qonuni. Tasavvur qiling, siz o'sha juftingiz haqida qanaqadir qo'rquv hissiyotida bo'lsangiz, chunki biz aytdikki, fikrlash, diqqat qilinglar, yozib olinglar. Insonni fikrlashi, insonni hissiyoti ma'lum bir energetik maydon hosil qiladi. Ma'lum bir energetik maydon. Va mana shu maydon qanday bo'lsa, sizni maydoningiz qanaqa to'lqin taratayotgan bo'lsa, xuddi shunaqa jarayonlarni hayotingizga tortib kela boshlaydi. Kim tushundi? Qisqacha, shunchaki tushunganingizni menga yozib qoldiring, bildiring. Ya'ni demak, bu degani, siz hozir mana turibsizda uyda, juftingiz haqida o'ylayotganda o'ylayapsiz. Hozir kim bilandir suhbatlashayotgan bo'lsa-chi, boshqa bilan yoki hozir menga xiyonat qilayotgan bo'lsa-chi. Mana shu fikr keldi, demak, boyagi qoidani eslaymiz, formulani. Insonning fikrlashi, uni diqqatini qayerga qaratayotgan bo'lsa, uni hissiyotlari ma'lum bir maydon hosil qiladi dedik. Endi o'ylab ko'ring. Siz o'tiribsizda, hozir u menga javob bermadi, hozir telefonimga, hozir kim bilandir yurgan bo'lsa-chi, dedingiz. Misol deylik. Mana shu fikr tug'ildi mana. Fikr tug'ildi, endi fikr ortidan insonga hissiyot keladi. Mana qanaqa hissiyot? Gumon, shubha, qo'rquv, srazu уже ketidan o'ylashni boshlaysiz. Hozir tortishib ketishni o'ylashni boshlaysiz yoki tashlab ketilganlik hissiyoti paydo bo'ladi. Ya'ni xuddiki siz o'zingizni hozir xiyonat qilinayotgandek his qilyapsiz. To'g'rimi? O'sha inson hozir o'zini xiyonat qilinayotgandek, xuddiki unga xiyonat qilayotganlaridek his qiladi o'zini. Vaholanki bunday bo'lmayotgan bo'lsa ham. Shunda nima ro'y beradi? Insonni tanasi, insonni fikri o'zini mana shu vibratsion poliyasi, ya'ni to'lqin doirasi mana shu to'lqinni taratdi o'zidan. O'zidan taratib turibdi mana shu bir necha daqiqa, yarim soat balki shu fikrda o'tiradi. Va nima ro'y beradi? Borliqdan, voqelikdan unga xuddi mana shu diqqatini qayerga qaratgan, qayerda ushlab turgan bo'lsa, qancha ko'p endi mana shu xiyonat haqida o'ylashni davom ettirsa, haqiqatan uni hayotiga xiyonat kirib keladi. Katta ehtimol bilan u xiyonatlarni ko'ra boshlaydi. Balki u inson tomonidan bo'lmasin, qanaqadir hayotida kim bilandir taksiga o'tirib qolsa ham xiyonat haqida gaplashganini eshitib qolishadi. Ya'ni aslida borliq bizga belgi beradi doimiy. Ya'ni birdaniga bugun shunaqa hissiyotda bo'ldingiz, ertaga shu narsa amalga oshib ketadi degani emas. Ba'zida shunaqa ham bo'ladi. Ya'ni kuchli inson vibratsiyada kuchli hislanib ketganida haqiqatan shu narsalarni hayotiga tez tortib oladi. Demak, qonunni eslaymiz, formulani. Tortishish qonuni. Inson diqqatini nimaga qaratsa, u o'sha narsa uni hayotida ko'payadi. Davomida, formulaning davomida aytilyaptiki, tortish qonunida insonni fikrlashi, insonni o'zini qanday hozir his qilayotgani ma'lum bir insonni atrofida o'zini energetik maydonida
energetik maydonida ma'lum bir tebranishni hosil qiladi. Va mana shu tebranish qaysi to'lqinda bo'lsa, uni hayotiga xuddi shu to'lqindagi voqealar, hodisalar, jarayonlar kirib kela boshlaydi. Bo'ldi. Mana bu tortishish qonunini, endi bu ikir-chikir juda katta mavzu, to'g'ri, lekin men qaymoqli joyini berib ketyapman, bo'ldi. Aniq-tiniq joyini berib ketyapman. Demak, fikrlashi hissiyoti ma'lum bir energetik maydon hosil qiladi degan joyiga hamma o'zini hozirgi vaziyatini qo'yib ko'rsin. Kimdir pulda, kimdir farzandi bilan munosabat, kimdir eri bilan, farqi yo'q. Misol uchun, agar siz hozir biznes boshlashdan oldin qo'rquvda turgan bo'lsangiz, voy nima bo'ladi, voy bankrot bo'lsamchi, hozir siz nimani his qilyapsiz? Qo'rquvni. Ya'ni siz o'zingizdan qo'rquv tebranishini taratyapsiz. Siz shu to'lqindasiz. Endi siz bilimlar orqali yoki qanaqadir amaliyotlar orqali yoki o'zingizni tinchlantirib meditatsiyalar orqali o'zingizga yordam bermasdan bir kun ham, ikkinchi kun ham, uchinchi kun ham tasavvur qiling, mana shunaqa vahimani ustida yuribsiz, nima ro'y beradi? Insonda stress paydo bo'ladi. Stress sekin-asta depressiyaga aylanadi. Va siz o'zingiz bilmay qolasizki, har kuni kun davomida shu biznesim bankrot bo'lsa-chi degan fikrda yurganingizni уже bilmay qolasiz. Chunki bu sizga odatga aylanib qoladi, shunaqa fikrda bo'lish. Shunaqa kutuvda, shunaqa hissiyotda yashash. Nima ro'y beradi? Yurish hal bo'lish kerak bo'lib turgan ishingiz hal bo'lmay qoladi. Chunki siz qanaqa hissiyotda yuribsiz? Qo'rquvda, bo'lmasa-chi, o'xshamasa-chi, da? Ya'ni kelishi mumkin bo'lib turgan omadni ham u kelmaydi. Hal bo'lib turishi kerak bo'lgan jarayon ham hal bo'lmaydi. Nega? Mana sizga sababini tushuntirdim. Ya'ni bu imенно aniq bitta shu sabab degani emas, lekin bu endi mana shu qonunning hayotimizdagi ta'sir haqida edi. Diqqatingiz bankrotlikka qaratilgan bo'lsa, da bankrot bo'lasiz. Yoki biznesingiz zo'r boshlangan bo'lsa ham, lekin boshidagi kutuvingiz, niyatingiz bankrot bo'lib ketsam-chi bo'lgan bo'lsa, demak shunaqa bo'ladi. Da, toki siz o'zingizning fikrlaringizni, emotsiyalaringizni, hissiyotlaringizni tizimli transformatsiya, ya'ni o'zgartirmagunizcha. Munosabatda ham xuddi shunaqa. Nima uchun mana o'quvchilar ko'p natijalarni ulashishadi-yu, turmush o'rtog'i bilan munosabat yaxshi bo'lgani yoki sevgiga ochildim, pullarga ochildim. Nima uchun? Imенно mana shu kursda o'qiganimizda deyishadi, zo'r natija bo'ladi. Nega? Nima deb o'ylaysizlar? Chunki kursda yoki mana shu bugungi efir kabi hozir emotsiya olasizlarda, motivatsiya olasizlarda, to'lqininglar ko'tariladi. To'lqininglar deylik 0 bo'lib turgan bo'lsa, deylik, minus ham emasda, -1, -2 emasda 0 da turibdi. Hozir efirni eshityapsizda, nimalarnidir tushunyapsiz, motivatsiya oladida, o'quvchilar orzular yozadi, harakat qila boshlaydi. Uje vibratsiyasi ko'tariladi. To'lqini ko'tariladi, ya'ni ishonchi oshadi va o'sha kursda haqiqatdan hayotida diqqati ijobiy to'lqinda bo'lgani uchun o'z natijalar bo'lishni boshlaydi. Lekin kurs yakunlangandan keyin ba'zi o'quvchilar o'sha olgan bilimini davom ettirmaydi. Bo'ldi, shu kurs yakunlandi, 2 oylik kurs yoki o'sha olgan bilimlarini qo'llab bormaydi, anglashlarini hayotiga tatbiq etishda davom etmaydi, vaholanki kamida 6 oy, 1 yil buni amalda qo'llash kerak. Keyin mana shu 2 oy puliga zo'r ochiladi, 3 oy zo'r munosabat va ko'pchilik yana aytishadiki, nimagadir kursda zo'r edimda deyishadi. Men shunda aytaman. Zapislar bor, zapislarni qayta eshitinglar har doim deyman. Mana sababini tushunarlimi? Ya'ni kursda o'qiyotganingizda yoki ijobiy kayfiyati zo'r bo'lgan insonlar bilan birga bo'lganingizda yoki kayfiyatingiz yuqorida bo'lib tursa, mana motivatsiya kimdir sizga beryapti yoki sizda уже qanaqadir bilimlaringiz borda, o'sha to'lqiningiz yuqorida turibdi, diqqatingiz ijobiyda turibdi. Chunki siz ijobiy fikrlarni ko'proq eshityapsiz, ijobiy davrada ko'proq bo'lib turibsiz. Nimani tortishni boshlaysiz atrofingizga? Ijobiy holatlar ko'payishni boshlaydi. Lekin siz har kuni xiyonat haqida kino ko'rayotgan bo'lsangiz yoki janjallar, tortishuvlar haqida ko'rayotgan bo'lsangiz, da ko'pincha shunaqa narsalarni berishadi o'zbek telekanallarida. Yoki diqqatingiz shunaqa narsalarda bo'lsa, nimani tortasiz? Ong nimaga dasturlanishni boshlaydi? O'zingizda qanaqa hissiyot? Mana chunki bitta televizordan ko'rib turganingizda kimdir yig'laganini, o'sha kimdir bilmadim, o'sha munosabatlarda kimdir kimgadir xiyonat qilganini hattoki ko'rayotganingizda ham o'sha filmni ko'rib hislanasiz. Farqi yo'q, siz o'sha qahramonni hayotiga kirib ketasiz. O'shanda ongingizni uni ongiga ulaysiz, o'sha jarayonda. Endi tasavvur qiling, siz bu serialni har kun ko'ryapsiz. Nima ro'y beradi? Sekin-asta siz bu jarayonni o'zingizning hayotingizga torta boshlaysiz. O'sha bilmay qolasizki, o'sha qahramonni fikrlashi bilan fikrlashni boshlaysiz. O'zingiz bilmagan holatda o'sha qahramon o'zini qaysidir jarayonlarda
qanaqadir tutayotgan bo'lsa, deylik kimdir unga nimadir deganda yig'lab yuborayotgan bo'lsa, xonaga qulflanib, depressiyaga tushib o'tirgan bo'lsa, demak siz buni ko'rgansiz, ongingiz buni ko'rgan. Siz bilan ham kimdir shunaqa holat qilganida, ongingiz sразу o'sha holatga tushishni boshlaydi. Yig'lab, siqilib, xonaga kirib olib qulflanib. Nega? Chunki sizda bu ko'rgansiz buni. Televizorda yoshlikdan ko'rib katta bo'lgansiz bu seriallarni. Sizda shunaqa tajriba bor. Ong buni o'ylaydiki, inson avtomatik men o'zim shunaqa qilyapman, men o'zim shunaqa depressiyadan chiqa olmayapman deb o'ylaydi. Yo'q, kechirib qo'yasizlar. Eshitayotgan qo'shig'inglar, eshitayotgan o'sha deylik kinoinglar hammasi ko'pinchada bu o'sha qahramonlar bilan bog'liq. Qo'shiqdan ham ko'ra kino boshqa. Qanaqa hissiyot bilan o'sha qahramonni siz ko'rib katta bo'lgan bo'lsangiz, xuddi o'sha qahramonnikidek yig'loqi bo'lib qolasiz. Xuddi o'sha qahramonnikidek hayotingizda action qidirasiz. Action degani qanaqadir voqealar qidirasiz. Yoshligingizda qanaqadir qochib ketgan-da sevgilisi bilan yoki sevgilisi bilan bir-biriga turmushga bermagan, yana nimalardir shunaqa voqealarni ko'p ko'rib, hislanib, o'sha qahramonni hayotida ko'p yashagan bo'lsangiz, tabiiyki siz xuddi shunaqa bo'ladigan jarayonni hayotingizga ongsiz xohlaysiz va ongsiz o'shani chaqirasiz. Ongsiz o'sha narsani o'sha hayotingizda o'zingizni tanangizda yashab berishni boshlaysiz. Mana shunaqa. Demak, bu tortish qonuni. Tortish qonuni hamma joyda ishlaydi. Unga ishonasizmi, ishonmasingizmi farqi yo'q, u ishlashda davom etadi. Chunki insonning diqqati nimada bo'lsa, hayotida o'sha ko'payadi. Mana shu yerda to'xtatamiz. Endi savol. Mana shu yergacha. Tortish qonunini kim tushundi? Ya'ni bu bilan nimani tushuntirmoqchi bo'ldim? Munosabatlarda olaylik. Agarda sizni diqqatingiz, xo'p, deylik, o'sha narsa bor bo'lsin yoki yo'q bo'lsin, farqi yo'q. Bugungi kunda hayotingizda sevgi bormi, yo'qmi? Agar diqqatingizni siz sevgiga loyiq ekanligingiz, siz eng avvalo mana shu hurmatga, muhabbatga loyiq ekanligingiz va sizga yaxshi munosabatda bo'lishlariga haqqingiz borligiga qaratib, o'zingizni sevib, o'zingizni to'lqiningizni to'g'ri sozlamaga sozlab, ya'ni chiroyli shukronalikda bo'lib, kutuvlaringizni chiroyli qilib yuradigan bo'lsangiz, hayotingizda nima ko'payar ekan? Sevgi. Aksincha esa, agarda yana davom etadigan bo'lsangiz, voy man bevafo dunyo, hayotda hech kim do'st emas, hayotda xiyonatkor insonlar bor deb faqat xiyonat haqida gumon qilayotgan bo'lsangiz, yoki erkaklarga yoki erkaklarning ayollarga nisbatan fikri hamma ayollar xiyonatkor yoki hamma erkaklar xiyonatkor degan fikrda yashayotgan bo'lsangiz yoki shunaqa narsalarni his qilishda davom etayotgan bo'lsangiz, biling, xohlaysizmi yo'qmi, siz bu narsadan qancha qochishga harakat qilmang, atrofingizni xuddi shu vaziyat shuncha ko'p o'rab olishni boshlaydi. E'tibor bersanglar, nimani yomon ko'rib, nimadan qochishga harakat qilsanglar, o'sha narsa ro'y beradi insonning hayotida. Ya'ni insonlar aytishi mumkin-da, men xohlamayman, yolg'onchilarni yomon ko'raman. Shu ichmaydigan, chakmaydigan inson kelsin hayotimga deydida, diqqati nimada qaratilib turibdi uni? Yaxshi narsagami? Yo'q, yomon narsaga qaratib turibdi. Ya'ni ichmaydigan, chakmaydigan inson kelsin hayotimga deyapti. Shu bilan u nima haqida ko'proq o'ylayapti? Ichadigan, chakadigan insonlardan qochish haqida o'ylayapti. Nima haqida ko'p o'ylayotgan bo'lsa, u shuni hayotida ko'payadi. Kasallikdan qutulish haqida qancha ko'p o'ylasa, shuncha u ko'proq kasal bo'ladi. Xiyonatdan qutulish haqida qancha ko'p o'ylasa, shuncha uni hayotida xiyonat ko'payadi. Shuning uchun hech qachon qutulish uchun yoki nimadandir qochish uchun dars olinmaydi, bilim olinmaydi. Mana bu tortish qonuni. Mana bu sizlarni bugun darsda olishinglar kerak bo'lgan asl formula. Va qo'llashni boshlashinglar kerak. Demak, munosabatda diqqatingiz qo'rquvda, gumonda, shubhada, menga xiyonat qilyaptimi, meni yomon ko'ryaptimi degan tushunchalarda bo'lsa, demak siz shuni tortaverasiz hayotingizga, tortib olaverasiz. Ichki hissiyotingizni sevgiga sozlasangiz, mayli hozirgi hayotingizda juftingiz bilan munosabatingiz yaxshi bo'lmasa ham, o'zingizni fikrlaringizni, o'zingizni tuyg'ularingizni, hissiyotlaringizni ijobiy holatga ko'chiradigan bo'lsangiz, sizda hayotingizda o'sha ijobiy narsa, ijobiy holat jarayonlar ko'payishni boshlaydi. Mana shunaqa. Bu tortishish qonuni edi. Demak, munosabatlarimizda bunday o'ylab ko'radigan bo'lsak, bugungi kunimizdagi hamma hayotimizdagi natija bu nimaning natijasi? O'zimizni fikrlarimizni, hissiyotlarimizni, tuyg'ularimizni, diqqatimizni natijasi. Inson
bugungi axborot olamida e'tibor bersanglar, butun dunyoga, insonlar bilan bir-biri bilan munosabatlarga e'tibor bersanglar, nima uchun tortishuvlar ko'p? Yoki nima uchun oilaviy nizolar ko'p? Chunki o'sha oilaviy nizolarga dasturlanyapti insonni miyasi. Shunaqa narsalarni ko'rib, internetlarda o'qib yoki nimadirda, inson faqat yomonlikni kutadigan yoki yomonlikdan himoyalanishim kerak degan tushunchada bo'lib qolyapti. Faqat yomon deb ko'rsatishgani uchun yoki mana tarbiya qilishda ham qizlarni ish qilmasang haydab yuboradi sani keyin qaynonang yoki ish qilmasang sani yaxshi kelin bo'lmaysan. Ya'ni kutuvlargacha shunaqa tushunchalarni solish yoki munosabatlarda bo'ldi уже san shunaqa bo'ldingmi, endi sani hech kim olmaydi. Bo'ldi уже qari qiz bo'lib qolasan yoki bo'ldi уже ikkinchi turmush qila olmaysan yoki bo'ldi shunaqa tushunchalar borki jamiyatda. Va bu narsa insonlarni boshqa insonlarga nisbatan ham menga hozir nimadir yomonlik qilmasmikin deb kutib yashashiga olib keladi va tasavvur qiling, insonlarga ishonchingiz bo'lmasa, ozgina bir munosabatga kirishib ko'rish tajribangiz bo'lmasa, qanday qilib munosabat qilasiz? Sizga bugun gapirgan insonga ham yoki bugun kelin bo'lib tushgan xonadoningizdagi qaynonangizni ham nima uchun faqat salbiy qabul qila boshlaysiz gaplarni? Chunki sizga уже shu qo'yilgan shu dastur. Sani nimadir narsa qilsang, yoqmasa haydab yuboradi. Siz uni tanbehini ham qanaqadirda sizga bergan, balki o'rgatishini ham mana bunaqa qilish kerak edi desa ham qaynonangiz, siz uni jiddiy qabul qilasiz. Voy, shu mendan yoshi katta va bu ham mani onam endi. O'rgatishga haqqi bor demaysiz va buni menga yaxshiyam shuni botin olib aytyapti, o'ziga yaqin olib demaysizda, meni yomon ko'rgani uchun qilyapti deysiz. Nega? Chunki xuddi shunaqa filmlar ko'p. Chunki xuddi shunaqa dasturlarda katta qilayotgan oilalar ko'p. Iloji yo'q boshqacha fikrlashni. Chunki hech kim endi ko'pchilik o'z ustida ishlamayapti-da yoki ko'pchilik deylik noto'g'ri ishlamayapti emas, ko'pchilik o'zini ustida ishlab, o'zini o'zgartirish yo'lini bilsa ham balki yurmaydi shu yo'lda. Ya'ni nazarini, kutuvini, diqqatini o'zgartirib ko'rmaydi. O'sha bo'layotgan oiladagi harakatlarga balki. Mana shunaqa azizlar. Diqqatimiz qayerda bo'lsa, ongimiz, psixikamiz bizga jarayonni shunaqa qilib ko'rsataveradi. Menga nohaqlik qilishyapti deb o'ylayotgan jarayoningizda balki bitta mana shu darsni tushunishni o'zi bilan va hayotingizda to'g'ri endi mana shu qonunni qo'llashni o'zi bilan hayotingizdagi vaziyatlarni hal qilsangiz bo'ladi. Buning uchun mana amaliyot sizga mana men aytgan formuladan foydalaning. Va endi yozma shaklda ham amaliyot tavsiya beradigan bo'lsam, hayotingizda mana shu munosabat sohasida olaylik. Ya'ni qolgan sohalarda ham shunaqa yozsanglar bo'ladi. Munosabat sohasida olaylik, nima xohlaysiz? Mana qanaqa munosabat xohlaysiz? Shuni aniq tiniq qilib yozing qog'ozga. Misol uchun, faqat diqqat qilinglar, nimani xohlayotganinglarni yozinglar. Nimani xohlamayotganinglarni emas. Mana ko'pincha meni urushmasin, menga xiyonat qilmasin, ichmaydigan, chakmaydigan inson kelsin hayotimga, ichmaydigan, chakmaydigan juftni bersin. Yo'q, bu noto'g'ri niyat qilishga kiradi. Men sizlarga aytyapman, nimani xohlashinglarni yozinglar deyapman. Ko'pchilik o'zi aslida shunaqa niyat qilib yuradi. Bolalarim kasal bo'lmasin. Xo'p, bolalarim doimo sog'lom bo'lsin deng. Doimo ijobiy fikrlasin deng. Doimo zo'r foydasi tegadigan inson bo'lsin deng. Yo'q, biza imенно kasal bo'lmasin, unaqa bo'lmasin. Ya'ni nima bo'lmasin desangiz bo'ldi, o'sha bo'ladi. Ichmaydigan, chakmaydigan insonni bergin deb duo qildingiz, bo'ldi, o'sha ichadigan, chakadigan inson keladi. Всё, buni boshqacha расшифровкасы yo'q. Chiroyli, to'g'ri, pozitiv duo qilish kerak. Uni yozish kerak. Yozmasangiz bo'lmaydi. Nima istayotgan bo'lsangiz, nima niyatingiz bo'lsa, обязательно yozish kerak. Uy xohlaysizmi, daromadingiz oshishini xohlaysizmi? Qarzimdan qutulay yoki qarzlarim kamaysin deb yozish mumkin emas. Har oy daromadim doimiy men $1000 daromad qilyapman. Endi misol keltiryapman. Hamma o'zini holatidan kelib chiqib niyat qilish kerak. Niyatda o'zini juda ham ko'p qoidalar bor. Mana kursimizda o'qigan o'quvchilar bormi hozirgi efirda? Mana ular bilishadi. Biz butun mana shu bitta kursda deyarli 3 ta darsni to'g'ri niyat, to'g'ri fikrlarni joyiga qo'yish, maqsad qo'yish, diqqatga sarflaymiz bu darslarni. Mana shu darslardan bir parcha sizga hozir aytib ketyapman. Marhamat, qog'oz oling, nima xohlaysiz munosabatda, o'shani yozing. Misol uchun men turmush o'rtog'im bilan mana bunaqa chiroyli munosabat xohlayman. Har kuni bir-birimizni tushunib suhbatlashyapmiz-da, xuddi amalga oshgandek shaklda yozishingiz mumkin. Ya'ni to'g'ri ifoda eting niyatingizni. Diqqatingiz
erim ichmasin yoki erim so'kmasin, nima "ma" qo'shimchasi bilan yozmang. Erim yanayam kundan kunga ijobiy so'zlayapti. Erim kundan kunga sog'lom turmush tarzida yashab boryapti. Mana diqqatingiz nimaga qaratiladi shunaqa desangiz? Ya'ni erim kundan kunga sog'lom turmush tarzida yashab boryapti. Ya'ni turmush o'rtog'ingizni pluslarini ko'ra boshlaysiz. Sekin-asta u yaxshi tomonga o'zgaryapti deb sizga ongingiz ko'rsatishni boshlaydi. Va bu ko'payadi haqiqatdan. Lekin erim ichishni tashlasin, erim ichishni tashlasin deb qaysidir kursga yozilganingiz bilan yoki shunaqa hayotda kun davomida yurganingiz bilan nima ro'y beradi? Ongi sizga ichishni tashlamayotganini yoki salbiy odatlari ko'payotganini ko'rsatadi. Bo'ldi. Farzandlarim injiqlanmasin, unaqa bo'lmasin deganingiz sari shu ko'payadi. Mana shunaqa azizlar qoida. Shuning uchun albatta niyatinglarni mana shu tortish qonunidan foydalangan sifatida pullarga nisbatan ham yozsanglar bo'ladi-da. Mana biznesingizni rivojlantirish uchun munosabatlarda kimdir mana xiyonat vaziyatida, kimdir munosabati yaxshi emas. Istalgan sohada juda zo'r ishlaydi, juda zo'r natija beradi. Faqat ixlos bilan buni qilish kerak. Yozgandan keyin ham o'sha kun davomida, o'sha kutuvda, o'sha gumonda, o'sha hissiyotingizni o'sha chiroyli qilib, pozitiv qilib yashab berishingiz kerak bo'ladi. Endi keyingi qonun. Keyingi qonun bu tebranish qonuni. Buni ham qisqacha qilib eng muhim joyini aytib o'tib ketaman, chunki ikkalasi bir-biriga bog'liq. Inson nima to'lqinda tebransa, u o'zini to'lqiniga mos jarayonni tortadi. Bu degani inson qo'rqib turgan bo'lsa, qo'rquvda yashayotgan bo'lsa, demak u qo'rqitadigan insonni tortadi. Inson yo'qchilik ongida yashayotgan bo'lsa, demak u unga kam oylik beradigan ishni tortadi yoki kam oylik topadigan, kam daromad kechikadigan jarayonlarni torta boshlaydi. Pulga nisbatan qanaqa fikr, kutuvi, dasturi yetmay qoladi, nimadir mana shunaqa emotsiyalarda, fikrlarda yashayotgan inson nimani tortyapti? Mana to'lqini shunaqa tebranishni taratayotgan bo'lsa, demak doimiy ravishda yetmay qoladi deb oylik beradigan boshliqni tortadi o'ziga. Yetishmovchilik ongida bo'lgani uchun boshlig'ingiz ham sizga qiynalib oylikni beradi. Ya'ni bu bilan munosabatga olaylik, endi ko'proq munosabatlarga to'xtalamiz dedik bugun. Munosabatlarda ham siz qanday tebranishda bo'lsangiz, ya'ni siz yoshlikdan o'sib kelgan hayotingizda ko'proq rashkni yoki qanaqadir cheklovlarni ko'rgan bo'lsangiz, demak qo'rquv bo'lsa erkak kishiga nisbatan siz xohlaysizmi yo'qmi, sizni avaylaydigan, sizni boshida ko'tarib yuradigan yigitni emas, ongsiz ravishda sizni haqiqatan shu qo'rqitib turadigan insonni tanlab qo'yasiz. Xoh sovchi orqali bo'lsin, xoh gaplashish orqali bo'lsin, farqi yo'q. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Ya'ni boshqasini sizni yaxshi ko'rib sizga intilayotganini tanlamaysizda, ongsiz именно o'sha sizni qiynaydigan, sizga o'sha eski именно ko'rgan tajribalaringizni uyg'otib tirnab beradigan insonni tortasiz. Ya'ni tebranish to'lqiningiz qanaqa bo'lsa, shunaqa to'lqindagi insonni o'zingizga jalb etasiz. Va atrofingizdagi hamma jarayonlar ham bir kunda bexosdan uchratib qoladigan, yo'lingizda uchrab qoladigan notanish bitta inson bo'lsin ham, o'sha inson ham demak sizga bejizga uchramayapti. Aslida hamma jarayon, butun atrof muhit sizni tebranishingiz bilan. Shuning uchun inson ichidagi tebranishini, ichidagi hayotini go'zallashtirish kerak. Pok holatga keltirish kerak. Kutuvini, insonlarga nisbatan qarashini, insonlarga nisbatan gumonini, shunaqa kutuvda, shunaqa gumonda, shunaqa tebranishda, to'lqinda bo'lsangiz, demak nimani tortasiz? Xotirjamlikda bo'lsangiz yoki o'zingizni sevgiga loyiqman degan dasturda bo'lsangiz, nimani tortasiz? Sovg'alarni tortasiz. Chiroyli komplimentlarni tortasiz. Yaxshi jarayonlarni tortasiz. Bu ikkinchi qonun edi, ya'ni tebranish qonuni. Borliq sizni tebranishingizga mos ravishda javob qaytaradi. Shukronalik, minnatdorchilik, yaratganga rozilik bilan yashayotgan bo'lsangiz, demak mana shu yaratganga yashayotgan holatingizdagi har bir narsa uchun ichingizdan rozilikni his qilish, ha bo'ldi, chidab turibmiz, qozonimiz qaynab turibdi emas. Haqiqatdan his qilib, bugun sizda nima bor? Farzandlaringiz, uyingiz, mana bugun birga kechki ovqatni qildingiz deylik, yaqinlaringiz bilan, eringiz bilan, farzandlaringiz bilan. Prosta bir lahzaga bo'lsa ham shu jarayon uchun hozir ko'z oldingizdan o'tkazib, shu jarayonni bir lahzaga ularga nigoh solib bo'lsa ham, mana oldingizda balki bolalaringiz o'ynab yurgandir.
Allohim shunchalar man sendan minnatdorman, roziman. Aytingiz jimirlab ketadi-da. Mana misol uchun hozir aytdim jimirlab ketdi. Tasavvur qilib aytganda-da, misol deylik. Ya'ni bu mana shu hissiyot bilan keladi, emotsiya bilan keladi. Mana shunaqa tebranishda to'lqinda bo'lsangiz, atrofingizdagi hamma jarayonlar, bolalaringizdagi hattoki sog'lomsizliklar tuzalishni boshlaydi. Chunki siz qancha voy mana tashvishlar bilan yuribmiz-da, mana bolalarni tashvishi bilan, bog'chasi-yu, bittasini uylantirish kerak deb yashasangiz, demak bolalaringizga haqiqatan tashvish deb qaraganingiz uchun ular tashvish bo'lib beradi sizga. Ular haqiqatan o'zini eplolmaydigan bo'lib beradi sizga. Jarayon shunday qilib beradi, shunday qilib qo'yadi. Kutuvlaringiz ta'sir qiladi. Jarayon sizga shunday ko'rsatishni boshlaydi. Ularni hattoki bog'chasi-yu maktabiga to'layotgan pulingiz ham siz uchun og'riqli bo'lishni boshlaydi. Rohatli bo'lmaydi uni maktabga olib borayotganingiz yoki maktabga o'qitayotganingiz, keyinchalik uylantiradi. Uni siz og'riq orqali, qiyinchilik orqali qilasiz bu jarayonlarni. Nega? Chunki tebranishingiz rozilikda, baxt to'lqinida emas, baxtsizlik to'lqinida tebranishingiz. Mana shu tebranishingiz bilan siz atrofingizdagi hamma jarayonga o'z ta'siringizni ko'rsata olasiz. Turmush o'rtog'ingiz, yaqinlaringiz, o'zingizni hayotingiz, ishingiz, hattoki ishingizdagi insonlarning sizga munosabati, hamma narsa shunga bog'liq. Hamma narsa. Shuning uchun chiroyli kutuvda, chiroyli ruhiy holatingizni doimiy ravishda mana shunaqa yuqori vibratsiyaga olib kelishga harakat qilish kerak va buning uchun yetarlicha bugungi kunda YouTube'da mana meditatsiyalarimiz bor, bepul darslarimiz bor. Mana shunaqa azizlar. Endi qolgan bilimlarni, qolgan maxsus amaliyotlarni mana savollar bilan ishlanadigan amaliyotlar bor. Raskopka texnikalari deymiz. Bularni biz kursda beramiz albatta. Chunki har bitta savolning ishlanadigan qismi bor. Ishlanadigan qismi bor. Bugungi berilgan amaliyotni esa azizlar albatta bajaringlar. Mana amaliyot berdim. Formula qismini sizlarga tushuntirib berdim. Endi marhamat, to'g'ri niyat kuchi darsini eshitinglar endi. Mana shu efirdan keyin orzularni yozib olinglar. Orzularni yozish, orzular xaritasini tuzish, mana shu kabi efirlar bor. Bugungi dars sizlar uchun mana ko'pchilik savol berdi. Nimadan boshlayman? Mana men endi kirdim bu sohaga. Yoki men endi qo'shildim guruhingizga va qanaqadir psixologiyani yoki mana shundaylik shaxsiy rivojlanishni boshidan boshlamoqchiman. Nimadan boshlanadi? Inson fikrini, ichki hissiyotini, ichki dunyosini tozalashdan boshlanadi. To'g'ri diqqat, to'g'ri fikr, to'g'ri hissiyot kuchini, niyat kuchini bilib olganingizdan keyin ikkinchi qadam bu hayotingizdagi hamma narsani A nuqtadan B nuqtaga yuqoriga ko'tarish maqsadlarni, ya'ni belgilash haqida gap ketyapti. Maqsadlarni belgilash bu ikkinchi qadam bo'ladi keyin. Ya'ni birinchi o'zingizni tozalab olasiz, fikrlarni, niyat kuchini tushunib olasiz va keyin aniq-tiniq hayotingizga nimani xohlayman o'zi munosabatda, pulda, moddiy hayotimiz sohasida deb savollarni berib, maqsadlarni qo'ya boshlaysiz. Shu bilan hayotingiz normaga, shu bilan hayotingiz o'z oqimiga tusha boshlaydi. Va keyingi bilimlar olinadi. Raskopka, boshqa hammasi travmalar bilan ishlash keyingi narsalar ular. Ungacha esa mana shu jarayondan o'tish kerak inson. Mana shu jarayondan yuqoriga ko'tarilib olishi kerak bo'ladi. Mana shunaqa. Yana bir bor demak, mana ikkinchi qonunni aytib o'tib ketaman. Tebranish. Xo'p, mana yana savollar bo'layapti. Diqqat bilan iltimos tinglanglar. Tebranish. Hamma narsani o'zini tebranish to'lqini bor. Jonli narsalarni ham, daraxtlarni ham hattoki hamma narsani o'zini vibratsiyasi deydi, ya'ni tebranish kuchi bor. Inson agar pastki to'lqinda bo'lsa, u pastki to'lqinni o'zidan taratadi. Pastki to'lqinlarga bu nima kiradi desanglar, qo'rquv, xafalik, norozilik, noshukurchilik, xiyonat, nafrat, hasad, hammasi mana shu pastki to'lqinga kiradi. Ko'ra olmaslik hammasi pastki to'lqinga kiradi. Yuqori to'lqinga nima kiradi? Shukronalik, sevgida yashayotganingiz, rozilikda yashayotganingiz. Endi siz yuqori to'lqinda tebranish bo'lish uchun nima qilishingiz kerak? Aytildiki, ichki fikrlaringizni, ichki kutuvlaringizni ijobiy o'zgartiringlar deyildi. To'g'ri chiroyli qilib to'g'ri niyat yozinglar deyildi-da. Ya'ni nima uchun qilinyapti bu? Diqqatni ijobiyga qaratsangiz deyilyapti. Shunga qarab fikrlaringiz ham o'shanga qarab ketadi. Diqqatingiz minusda bo'lib tursa, fikringiz plyusga ketmaydi. Shuning uchun birinchi
tortish qonuni o'rgatildi. Ikkita qonun bir-biriga bog'liq chunki. Demak, diqqatingiz chiroyli narsada turibdi, chiroyli kutuvda, chiroyli fikrda, chiroyli so'zlarda harakat qilyapsiz buni o'zingizda nazorat qilishga. Demak, ortidan nima paydo bo'ladi? Fikringiz chiroyli kutuvda bo'lgani uchun hayotingizga to есть tanangiz chiroyli narsalarni his qilishni boshlaydi. Yaxshi narsalarni his qilishni boshlaydi. Ya'ni mana farzandim albatta omadli bo'ladi, farzandim albatta bugun zo'r baho olib keladi degan fikr nimani tortib keladi sizga? Faxr, ya'ni hissiyot. Va aytilyaptiki, qanday hissiyotda bo'lsangiz, borliq sizga xuddi shu hissiyot bilan javob beradi deyilyapti. Demak, borliqdan siz nimani ko'ra boshlaysiz? Farzandingizdan maqtov eshitasiz. Farzandingiz hayotidagi o'zgarishlarni guvoh bo'lasiz. Endi bu bir misol. Ya'ni tebranish qonuni xuddi shu shaklda ishlaydi. Ichingizda, ichki insonni hayotida nima to'lqin, nima tebranish bo'layotgan bo'lsa, tashqaridan shunaqa to'lqin unga beriladi. Ya'ni inson qo'rquv fikrlarida qo'rqib yashayotgan bo'lsa, demak uni qo'rqitadigan insonlar, qo'rqitadigan vaziyatlar uni hayotiga kela boshlaydi. Chunki qo'rquvchi bormi, qo'rqituvchi keladi. Sevgiga loyiqligini bilgan, o'zini shaxsiy chegaralarini tushungan, hayotda go'zallikka ishongan hissiyotda yashayapsizmi? Mana rozilik bilan, chiroyli nigohlar bilan, chiroyli vibratsiya bilan yashayapsizmi? Demak, xuddi shu chiroyli vibratsiyani sizga borliq yana ham ko'paytiradigan vaziyatlarni yuboradi. Shuning uchun bejizga balki aytilmagan, shukur qilgan insonga ko'paytirib beraman. Va har bir joyda men borman degan yaratgan. Shuning uchun har bitta insonda, har bitta jonzotda bilishimiz kerak, yaratganning qudratini his qilishni bilsangizgina chiroyli munosabat uyg'onadi dunyoga, butun yer shariga, butun insonlarga. Bu yerda inson ichida hasad emas, havas, intilish, go'zallikni ko'ra olish, hozirgi holatida moddiy holat qanday bo'lishidan qat'iy nazar inson baxtli va boy bo'lishi mumkin. Juda ham boy bo'lishi mumkin. Milliard dollari bor odamdan ham boy bo'lishi mumkin. Faqat bu holatga inson tayyorlanishi, ruhiyatini, fikrlarini, ongini olib chiqa boshlashi kerak. Va buning uchun albatta praktika kerak. Buning uchun albatta bilim kerak va bugun berilgan mana shu amaliyotlarni qo'llashni boshlash kerak. Hattoki biz berayotgan guruhdagi men hammaga baxt tilayman degan meditatsiya bor. Agar ko'rgan bo'lsanglar, video shaklida tashlangan. Mana shu naushnikda eshitishni tavsiya beraman. Yoki nima uchun mana ko'pchilik sehrli tongni eshitishni tavsiya beraman, ko'rgan bo'lsanglar. Stressdaman, depressiyadaman desam aytamanki, sehrli tongni eshitinglar deyman. Eshitib ko'rganlar bormi oranglarda? Bizani mana shu bepul guruhda bergan shu darsimizda. Sehrli tongni eshitganinglarda ruhiyatinglar o'sadi. Juda ham kuchli, chiroyli, qanaqadir bir motivatsion boshlaysiz kuningiz. Kuningiz shunaqa chiroyli bo'ladi. Kuningiz haqiqatan omadli narsalar kela boshlaydi. Bir go'zallik bilan boqishni boshlaysiz. Bu narsani davom ettirib eshitsangizchi? Har doim eshitsangizchi nima bo'ladi? Mana bizani sehrli tong dasturimiz, o'sha kursimizda qatnashganlar, mana shu sehrli tong bo'lgan kursimiz bo'lgan, chegarasiz hayot marafonimiz. O'quvchilarimizda kasalliklar shifolangan, o'simtalar kichraygan. O'sha kursda 2 oylik, 3 oylik mana shu ruhiy yuksalish kursimizda ham xuddi shunaqa natijalari. Hayotidagi turmush o'rtog'i ishni tashlagan, kimdir puliga ochilgan, kimdir o'sha hayron. Ya'ni hammasi insonni tanasidagi vibratsiyadan. Ya'ni ular mana shu 2 oy haqiqatan shunaqa to'lqinda turib berishdi va tana o'zini o'zi davoladi. Tana hasadni his qilmadi 2 oy. Tana qo'rquvni yoki tana eridan norozi bo'lishni, eridan nafratlanishni, erini eslab xafa bo'lishni his qilmadida, tana haqiqatan 2 oy sevgida turib berdi. Va tanasi yuqori vibratsiyada bo'lgani uchun, kayfiyati zo'r bo'lgani uchun o'zini o'zi tikladi tana. Bu yerda hech qanaqa bir qanaqadir joyi yo'q-da. Ya'niki to'g'ri kutuv qildi, kutmadi, ya'ni qachon tuzalib ketar ekanman deb, prosta Xudoga topshirdi, chiroyli yashadi. Faqat sevgi bilan, insonlarga chiroyli munosabat bilan, o'sha bilimlarni qo'llab, praktikalarni qo'llab, meditatsiyalarni eshitib va mana shu 2 oy, 3 oy ichida shunaqa o'quvchilarimizda juda kuchli mana shunaqa o'zgarishlar, natijalar pulda, hayotida, munosabatlarda ro'y bergan. Shuning uchun mana 100 dan oshiq balki natijalar yuqorida turibdi mana shu kanalda. Hali qo'ymaganlarimizni qo'yamiz. Mana shu azizlar. Ya'ni formulani oddiy, lekin buni inson hayotida qo'llash kerak. Albatta qo'llash kerak. Sehrli tabletkani qidirmanglar. Qachonki mana shu qonunlarni ishlatishni boshlamas ekansiz, tushunib bu bilimlarni, hech qanaqa sizga mutaxassis yordam bera olmaydi. Xo'p.
Endi, eee, mana shu ikkita qonunni mana munosabatlarga doir ham tushuntirdim-da, ya'ni siz qanaqa tebranishda bo'lsangiz, demak, juftingiz ham xuddi shunaqa tebranish bilan sizga o'zini ko'rsatib beradi. Qo'rquv, gumonlarda bo'lsangiz, juftingiz shunaqa gumonlaringizni, qo'rquvlaringizni yashatib beradigan bo'lib keladi sizga. Shunaqa kutuvlaringizni ko'rsatib beradigan. Ya'ni aks ettirish qonuni ishlaydi-da bu yerda. Ya'ni tashqi dunyo ichki olam aksidir degan qonun. Mana shunaqa azizlar. Shuning uchun albatta bugungi bilimlarni bitta tahlil qilib hayotingizga qo'yib, qayerda nima bor, nima uchun hayotim mana shunaqa bo'lyapti ekan deb bir demak izlanib ko'rishingizni tavsiya bergan bo'lardim. Va yana bir bizdan so'rashgan ma'lumotni man aytib ketmoqchiman-da, bugun umumiy qilib. Bu bilimlarda mana qonunlar 10 ga yaqin, balki 10 dan ortiq karma qonunlari, bularni hammasini hayotimizdagi o'rnini bormi o'zi aslida deyishganda, mana javob berdim, bor. Bor, haqiqatdan-da bor bu qonunlar. Va bu qonunlarni hammasini o'rganib borish kerak, hayotda qo'llash kerak. Demak, endi baxtni o'zingga sovg'a qil dasturi ichidan edi bu-da. Endi to'liq dasturini biz qo'yib boryapmiz. Xudo xohlasa mana 15-sanada уже tugaydi butunlay. Va bunaqa narx bo'lmagandi hali, umuman bo'lmagandi. Kursimizda atigi 350 ming so'm narxda bir oydan oshiq davom etadigan mana shu baxtni o'zingga sovg'a qil kursimizni dasturi. Va 15 уже sanada biz skidka narxi qabulni butunlay yopamiz, butunlay to'xtatamiz. Shuning uchun mana shu kursga kim qo'shila olmoqchi bo'lsa, mana umumiy ma'lumot berib ketyapman. Ko'pchilik lichkamga savol berishdi, men bugun ulgurmadim hammaga javob bergani, umumiy qilib aytib o'tib ketyapman. Baxtni o'zingga sovg'a qil kursi azizlar jonli o'tiladi. Xuddi meni qanday eshitib turgan bo'lsanglar, xuddi shunday o'taman darslarni, har bittasini. 10 ta dars bormi, 10 dan oshiq dars bormi, har bittasini mana shunaqa efirlarda, jonli efirda o'taman. Har bittasini. Va har bitta efirni zapis qilinadi va zapisi beriladi o'quvchilarga. Va u zapis o'chirilmaydi. O'sha guruhda, o'sha yopiq guruhda sizlarga zapis butunlay qoldiriladi. Va bu o'sha to'lovning ichida bo'ladi. Alohida to'lov qilish kerak bo'lmaydi yana zapisni olish uchun. Ishtirokchilar uchun o'sha 350 ming so'mda shu kursni butunlay olish imkoniyati bo'ladi. Уже ya'ni kursga qabul tugagandan so'ng-da biz demak o'sha kurs narxi oshadi-da. Mana biz boshida aytdik, 400 ming, keyin 350 ming narx qo'ydik. Keyinchalik ham yozilsanglar bo'ladi albatta 15-sanadan keyin va faqat o'sha kursni ko'tarilgan yuqori narxida yozilishinglar mumkin bo'ladi. Birinchi o'sha biz aytgan 400 ming narxga qaytaramiz va keyin o'sha darslar, asosiy darslar boshlanib bo'lingandan so'ng 500 ming narxda yozilish imkoniyatinglar bo'ladi kursga. Xo'p, Theta Healing kursimiz haqida ham so'raganlar bor. Theta Healing kursimizda o'sha 3 ta dars o'tib bo'lindi. Yozilib qo'shilib olishinglar mumkin, zapislarni eshitib yetib olishinglar mumkin. U kursimiz narxi hali o'zgarmadi. 1 200 ming so'm. Kurs davomida bo'lib to'lash imkoniyati bor kurs narxlarini. U kursimiz 3 oydan oshiqroq davom etadi. 3 oydan oshiqroq. Theta Healing bu bilasizlar, juda ham katta kurs va kursda biz sertifikat beramiz. Что o'sha kursni yakunlagandan so'ng. Mana shunaqa azizlar. Baxtni o'zingga sovg'a qil dasturini guruhga tashlab yuboringlar. Xo'p, Nilufar opa chatdalarmi? Adminimiz Nilufar opaga yoki Mohlar opaga yozishinglar mumkin, azizlar. Kimda kurslar borasida batafsil savol bo'lsa-da, faqatgina mana shu Nilufar opaga va Mohlar opaga murojaat qilishinglar mumkin bo'ladi. Ular sizga ovozli shaklda barcha darslarni, barcha deylik kurslar haqida, konsultatsiyalar haqida hamma to'liq ma'lumotni sizlarga berishadi. Men hozir umumiy qilib guruhga yuklab qo'yaman ma'lumotni. Bu biri Baxtni o'zingga sovg'a qil dasturi, biri Theta Healing. Mana shunaqa. Endi savol-javobga o'tamiz. Qisqacha vaqtimiz bor.
ozroq bo'lsa ham bugungi mavzu bo'yicha kimda qanaqa savollar bor? Savollarni berishinglar mumkin. Men juda xursand bo'ldim. Sehrli tongni eshitganlar, sehrli tongdan foydalanganlar juda ko'p ekan. Foydali bo'lganidan xursandman. Hop, mana yuqorida Theta Healing mavzulari berildi. Hop, Theta Healingni hozir mana 5-guruh davom etayotgan bo'lsa, albatta darslar yangilangan. Yangicha shaklda, yangicha slaydlar bilan o'tilyapti. Da, yangicha albatta texnikalar, hamma narsa albatta yangilab boramiz biz har safar. Bugungi darsni man efirni zapisini qildim. Agar xudo xohlasa zapis bo'lgan bo'lsa tashlab qo'yaman. Menimcha kech kirdingizmi deb o'ylayman. Mana shu savolni beryaptilar. Negativ fikrlarni yaxshisiga aylantirish uchun nimaga e'tibor berish kerak? Bugun mana shuni tushuntirib o'tdim. Ya'ni fikrlarga e'tibor berish kerak. Fikrlarga, ya'ni negativ fikrni yaxshisiga aylantirish degan tushuncha diqqat orqali boshqariladi. Bugun buni shuni tushuntirdim. Ya'ni diqqatingiz qayerda bo'lsa, rivojlanish o'sha yerda bo'ladi. Demak, negativ fikr nimadan kelib chiqadi? Konsentratsiyadan, diqqatdan. Diqqatingiz ijobiy narsa haqida ko'proq film ko'ryapsiz. O'zingiz qo'lingizda telefonni olyapsiz, yomon xabarlarni o'qiyapsiz. Bo'ldi, shuni ortidan ketadi. Bitta misol. Yoki televizor ko'ryapsiz, salbiy narsa haqida gapirasiz, salbiy nimadir. O'zingiz diqqatingizni qayerga qaratishda ortidan uni fikrlar kelib chiqadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, kun davomida qanaqa salbiy so'z, qanaqa salbiy fikrlarga gapirayotganingizga e'tibor berish kerak, ularni yozib olish kerak. Va ularni ijobiyga o'zgartirish kerak va har safar o'sha qanaqadir salbiy so'z aytganingizda o'rniga o'sha ijobiysini aytishni mashq qilish kerak. Bu ham yordam beradi. Eng muhimi insonga maqsad kerak. Insonning hayotida maqsad bo'lsa, chiroyli niyatlarini yozib olishni man aytdim bugunda. Haqiqatdan hayotida pul qismida, munosabat qismida, hamma qismda boradigan joyini bilsa inson, unda negativ fikr bo'lmaydi. Chunki uni fikri ongi band o'sha. Uni vaqti yo'q kimgadir hasad qilishga, uni vaqti yo'q kimnidir muhokama qilishga. Uning uchun nimadir hobbisi bilan shug'ullanish, nimadir kitobni o'qish, nimadir narsalarni o'rganish, kimlar bilandir yangi aloqalarni o'rnatish, hammasi mana shunga qaratilgan bo'ladi. Sehrli tong va boshqa barcha darslarimiz zapisi mana shu gruppada bor. Ustoz, men yigitim bilan ajralganda nima qilsam u qaytib keladi, o'zimni o'zgartirishim kerak, qanday qilib qaytarsam bo'ladi, nimani qaytarsangiz bo'ladi. Nima qilsam u qaytib keladi. Savol tushundim. Birinchidan kimnidir qaytarish uchun degan fikrda ekansiz. Kimdir qaytib kelgan taqdirda ham yoki kimdir yangi inson paydo bo'lganda ham u baribir ketadi sizdan. Chunki biz o'tgan mana shu efirdan bitta oldingi o'tgan jonli efirimiz zapisini eshitib ko'ring. Bog'lanuvchi tip sizda bor ekan demak. Ajraldi, nima qilsam u qaytib keladi. Ya'ni bog'lanib qolish bor ekan sizda. Tabiiyki istalgan inson xuddi sizni oldingizda o'zini qanaqadir energetik so'rib olinayotgandek his qiladi va biladiki, siz unga bog'lanib qolgansiz, siz bilan hamma narsa qilish mumkin, sizga hamma narsa deyish mumkin va bunaqa inson bilan siz отношенияni uzoq davom ettira olmaysiz. Hech kim xohlamaydi siz bilan bunaqa отношенияni davom ettirishni. Va prosta ongsiz xohlamaydi. Ongsiz ravishda. Shuning uchun hamma ketishni boshlaydi. Buning uchun siz o'zingizda, demak, terapiyadan o'tkazishingiz kerak albatta. Diqqatni o'zingizga qaratishingiz kerak, o'zingizni sevishingiz kerak. Xo'p, ketdimi, bo'ldi, Давай, до свидания, Nima uchun ketganini bilasiz, deylik, yoki qanaqadir ba'zida ko'pincha manipulyator insonlar sanda ayb yo'q, hamma ayb o'zimda deydi. Yoki biz bir-birimizga to'g'ri kelmaymiz deydi, yoki nimadadir narsalar eshitib qoldim deydida, lekin nimaligini ham aytmaydi aniq sababini. U bahona qidirib yurgan bo'ladi demak. Mana bahonani qiladida ketadi hayotingizdan. И всё. Bo'lishi mumkinki siz boray deb yuborganingizdan keyin uzog'i 1 oy o'tar o'tmas yana qaytib keladi, yana yozishni boshlaydi yoki yana kimdandir sizni so'raydi. Keyin siz yana unga qaytadigan bo'lsangiz, hayotingizda
eng ahmoqlikni o'sha kuni qilgan bo'lasiz. Qaytish kerak bo'lmaydi o'shanda. Qaytib kelganda qaytish kerak emas. Всё. Oxirigacha э, butunlayga voz kechish kerak bo'ladi. Butunlay aqlni yo'naltirish kerak bo'lmaydi o'zingizga. Javobim shu, o'zingizni seving, o'zingizni tanlang. Jiyanim agar yaxshi gapirmas ekan, yaxshi gapirsa ham jiyanim, nima maqsadda yaxshi gapiryapti jiyaningiz? Balki shunaqa kutuv bilanmi yoki yaxshi gapirishim kerak degan narsa bor. Ya'ni inson birinchi o'zini tanlashi kerak azizlar. O'zini. Da, ya'ni erimga yoqsin, erim mendan rozi bo'lsin deb shirin ovqatini qilib ideal bo'lishga harakat qilsangiz, ko'pincha qadrsiz bo'ladi bunaqa inson. Ko'pincha qadrsiz bo'ladi. Lekin bu narsani imенно yoqish uchun emasda, o'zingiz uchun ham, o'zingizni xohishingiz ham bo'lishi kerakda bu. Bu texnikalarni oldin ham aytib o'tganman. Teta Healing 9 da o'qiganlar bor ekan. Ko'tarishda qanday o'tsak bo'ladi? Turib berib. Turib berish deganda bu yerda o'sha ixlos, bu yerda o'sha qat'iylik nazarda tutilyapti. O'zingizni fikringizga, o'zingizni bo'ldi xudoyim, men mana shu narsaga ну как бы qaror qildimmi bo'ldi. Всё, erishaman. Mana shunaqa turib berish kerak. Ko'tarilish kelganda faqat va faqat o'sha amaliyotlarni tashlab qo'ymasdan inson anglashi kerak. Anglasa o'sha ko'tarilish tezda o'tib ketib qoladi. Ko'tarilishdan yaxshi o'ta oladi. Haydab yuborib nima qilsin? Qanaqadir sabab bordir. Biz endi siz bilan o'tirib bu yerda bilmaymiz-ku-da. Nima uchun haydab yubordi? Necha yildan beri ular munosabatda, o'zi bir-birini yaxshi ko'rib turmush qurganmi? Endi bu yerda даже umumiy chatda muhokama qilib bo'lmaydigan tomonlari bor, konsultatsiyada gaplashiladigan. Ularning intim hayoti qanaqa? Da, jiyaningiz bilan o'sha deylik, turmush o'rtog'ini yana bir bor takrorlayman, qanaqa uchrashib, qanaqa turmush qurganidan, necha yil yashayotganidan boshlab hamma narsa inobatga olinishi kerak bu yerda. Chunki hech qachon insonni o'rtasida munosabat bir kunga buzilib ketmaydi. U yig'ilib kelgan bo'ladi. Uni sabablarini o'rganish kerak. O'zini tutishi qanaqa, hamma narsani o'rganish kerak bo'ladi. Bunga yechim va sababini o'rganib, keyin yechim taqdim qilish uchun. Ya'ni dальше yashashni tanlaydimi? Bolalarim uchun deb, oilam uchun deb, ko'pchilik qilib yuradigandek-da. Ba'zida munosabatlar nima deydi? Umuman biz mijozni o'zini holatidan kelib chiqib qarashimiz kerak-da. O'zini fikri, o'zini tayyorlik bosqichidan. Misol uchun, mani mutaxassisligimni chetga surib qo'yib, prosta o'zimni fikrim deb tavsiya beradigan bo'lsam, ba'zida qanaqadir munosabatni men ko'tarishni o'zimga men bilmayman, misol uchun qanaqadir munosabatlarni-da. Lekin qanaqadir mentalitet, o'sha doirasi, hamma fikrlarni o'rganishimiz kerak. Buning uchun biz o'sha singlingizni, o'sha jiyaningizni, balki uning uchun yod bo'lishi mumkin shunaqa tushuncha, chidab yashash kerak. Bunaqa insonlarga qanaqadir yechim bersangiz, keyin psixologlar xuddiki oilani ajratgandek chiqib qoladi. Bor shunaqa jarayonlar. Haqiqatdan deylik, misol bir shunaqa vaziyat bo'lgan. Menda bunaqa bir marta shunaqa vaziyat bo'lgan. Bir efirda aytganman buni. Hozir eslolmadim efirning nomini, ayol erkak energiyasidamidi. O'xshash jarayon, lekin ayol ikki xil. Ya'ni haqiqatan urilgan, haqiqatan juda qattiq psixический kasal deb bilaman bunaqa erkaklarni. Shunaqa agressiyasi juda katta, alamini ayoldan oladigan. Juda ko'p urilganda, o'sha ayol lekin ichki ravishda bu narsaga yechim qidirgan doimo, birinchisi. Doimo o'sha o'zini qadrini o'rniga qo'yishni istagan ayol bo'lgan va biz unga bergan tavsiyalarimiz o'sha misol uchun 1 oy to'liq yoki 2 oy to'liq cho'zilishi mumkin degandim. Turmush o'rtog'i bilan kelishib olib, aniq gaplashib olib, raz уже bunaqa munosabat o'ziga ravo ko'rmayaptimi, sababsiz mana bunaqa kaltaklanishlarni men aytganman, что все, уже to'xtatish kerak munosabatni. Shunaqa qilgan 2 oydan keyin уже turmush o'rtog'i tushunishni boshlagan, что
o'zini o'zgartirishi kerakligida. Ikkinchi jarayonga xuddi shunaqa ayol kelgan, haqiqatdan xuddi shunaqa o'xshash bir-biriga urilgan, даже quloqlar bilan urgan shunaqa jarayonlar edi. Bu boya aytganimdek sababsiz-da. Misol uchun qanaqadir oddiy nimadir narsa qiyshiq turgani yoki nimadir har narsadan kir qidirib, даже ayol bo'lib turib uyga boshqa ayollarni olib kelish, shunaqa darajada yashab kelganda yechim so'rab kelgan. Shaxsiy chegaralarni qo'yishni biz tavsiya berganimizdan keyin konsultatsiyada oxirigacha turib bera olmadi bu ayol. Men aytganimdek o'sha amaliyotlarni qilib-da, turmush o'rtog'i bilan gaplashib, hattoki unga yana qattiq qo'pol munosabatlar bo'lganda choralarni ko'rdi boshida, lekin уже buni qilmadi. Buni qilmadida, oilam keyin meni haydab yuborsachi, bo'ldi bor keraging bo'lmasa-chi dedi. Men aytdim, "Ну да, bo'lishi mumkin" dedim. Aytdim shunaqa dedim, что unda men ajrashimga to'g'ri keladi. Men bunga tayyor emasman dedim. Unda to'xtatamiz dedim. Всё. Bo'lgan shunaqa bitta, mana ko'rib turibsizlar, ikki xil jarayon. Bitta ayol haqiqatdan oxirigacha olib bormoqchi edi, xo'p, yo aqli bo'ladi, yo bog'li bo'ladi. Chunki men chidolmayman deyapti, что meni urishiga sababsiz mana shunaqa xiyonatlarga men chidamayman. Bittasi aytyapti уже terapiyani boshida, umuman farqi bo'lmasa-chi? Men aytdim, dальше chidab yashamoqchimisiz? Agar ну, тогда dedim, meni yo'nalishimga to'g'ri kelmaysiz dedim. Marhamat dedim. Shu bilan to'xtatganman. Undan keyin yana o'zi yozgan, davom etaylik. Men aytdim, yo'q, все, biz boshqa davom etmaymiz dedim. Chunki sizni o'zingizda ishonchingiz yo'q, erta bir kun aniq nimani xohlayotganingizni bilmayapsiz. Dальше davom etavering deganman. Даже uydagilariga aytmasdan, uydagilariga aytsa, uydagilari ham уже qanaqadir himoya qilmaydigan darajaga kelib qolganda, bor shunaqa ayollar, azizlar. Chekka joylarda juda ham ko'p bunaqa bosimda yashayotganlar. Ularga haqqini talab qilishni ozgina nima deydi, to'g'ri yechimlarni ko'rsatadigan bo'lsangiz, qo'rqadiganlar bor. Hali tayyor emaslar bor. Va bunda keyin anaqa mutaxassislarni ayblaydiganlar bor. Что biza go'yoki ajrimga undayapmiz insonlarni. Vaholanki ajrim haqida hech qanaqa gap bo'lmagan, просто qanaqadir qo'pollik bo'lganda gaplashib olish haqida gap bo'lgan va 1 oy, 2 oyga aniq kelishib olib, birga masofani uzoqlashtirishda, umuman hamma narsadan, что jigaringizni qo'yib, qani his qilib ko'rsin eringiz sizsiz yashay oladimi, yo'qmi? Da, yashay olsa demak bo'ldi. Sizsiz ham yashaydi, sizdan keyin ham yashaydi. O'lib ketsangiz ham demak farqi yo'q degani bu. Shuni bilib olasiz. Всё. Qanaqa bo'lishi mumkin? Boshqacha bo'lmaydi. Xo'p. Sehrli tong zapislarini 1-2 qism deb yozib o'tilgan. O'sha 1-2 qism boshidan boshlab eshitaverasiz. Yechimini aytdi-yu, o'sha qanaqadir kimdir u bo'lib qoldi, bu bo'lib qolibdi desa, siz boshqa narsa haqida o'ylang, boshqa narsa bilan, ya'ni aytyapman-ku, insonda hobbisi bo'lishi kerak. Insonda uni maqsadi bo'lishi kerak. Insonda o'zi intilayotgan jarayonlar bo'lishi kerak. Shundagina u fikri chalg'imaydi. Men juda arazchiman, qanday yo'qotay? No, arazdan demak manfaat bor. Buni manfaatini topish kerak, o'rganish kerak. Nima manfaat borligini topsangiz va o'rniga yangi odatni shakllantirsak, vaqt kerak bo'ladi albatta bunga, shunda xalos bo'la olasiz. O'zidan ko'ngil to'lmaslik nima? Buni sabablari ko'p bo'lishi mumkin. Birinchi sabablari bu yoshlikda olingan dasturlar. Ya'ni har bitta ishni mana bunaqa qilding, mana bunaqa ber o'zim qilaman yoki noto'g'ri qilyapsan, san aqling yetmaydi kabi tushunchalarni ko'p ishlatilganligi bo'lishi mumkin. Men sizda shunaqa demoqchi emasman. Sabablarini aytyapman. Keyingisi bu yoki uyda ada yoki ona perfeksionist bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni hamma narsa o'z o'rnida, mana bunaqa bo'lishi kerak, 100% ga zo'r bo'lishi kerak degan tushunchada. Ko'pincha bunaqa dasturda ham katta bo'lgan qizlar yoki yigitlar hamma narsada nima desam, juda ham o'zidan qoniqmaydigan, даже o'zini yutug'ini ko'rmaydigan, juda katta talablar qo'yilgan bo'ladi-da oilada ularga. Keyin o'zidan qoniqmaydi. Sizda qaysi biri deb o'ylaysiz? Bu asosiy katta sabablardan biri. Va keyingilari albatta o'zini taqqoslashdan kelib chiqadi, o'zidan ko'ngil to'lmaslik. Yana bir katta sabablardan biri.
Qaysiki inson o'zini ko'p taqqoslayotgan bo'lsa boshqalar bilan, unda mana shunaqa holat shakllanib qoladi. Hayotini, munosabatini, bolalarini, erini, o'zini hamma bilan taqqoslayveradi. Hamma bilan. Shunda u insonda shunaqa, o'zidan ko'ngli to'lmaslik holati kuchayib boshlaydi. Qaysi biri sizda bo'lsa, nu buni ishlash kerak, buni yechish kerak. Mana Baxtni o'zingiz sohil kursini tavsiya beraman sizga. U yerda mana somatsinka bilan ishlash mavzusi bor. Allergiyani ham alohida ko'rish kerak. Chunki umumiy psixosomatikasi deylik, atrofdan himoyalanish yoki atrofni qabul qila olmaslik, nimadir jarayondan qo'rquv bo'lsa, da, раздражение, atrofdagilar ko'p narsa sizni asabingizga tegaverish, hamma narsa jig'ingizga tegaverishda. Buni boshqa sababi ham bo'lishi mumkin. Individual sababi. Xo'p, demak, yana psixosomatikaga o'tib ketib qolyapmiz. Xurshida Mirzoyeva. Psixosomatika bu alohida. Men tavsiya beraman hammaga. Dardingni sev kitobini olib o'qinglar, u yerda ko'p ma'lumotlar olsanglar bo'ladi. Hop, ko'pchilik yaqinlar menga negativ munosabat qiladi, gapiradi ko'p. Sababi nima? Sababi endi negativ gapiradi, mm, deb aytyapsiz. Negativ munosabat qiladi deyapsiz. Sababi nima deyapsiz? Negativ deganda men qanday tushuning? Sizga tanqid qiladimi sizni yo sizga bosim qilib gapiradimi? Agar bosim qilib gapirsa, demak shaxsiy chegarangizni qo'yishni bilmaysiz. Sizni ko'p tanqid qilayotgan bo'lsa, bu ichki o'zingizga nisbatan tanqid natijasi bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zingiz aslida norozisiz-da, ongsiz ravishda o'zingizdan, fikrlashingizdan, tashqi ko'rinishingizdan balki. Shuning uchun sizda tanqid kuchli, ichki tanqid bu tashqi tanqidni keltirib chiqaryapti. Yoki ongsiz o'sha yaqinlarim deganingizda, ular bilan konfliktda, ular bilan janjal kelib chiqsa, o'sha janjaldan siz foyda olasiz qanaqadir. Ongsiz buni ham o'rganib ko'rish kerak. Bir xil vaziyat takrorlanaveradi, o'zgarmaydi. Nima qilsam bo'ladi? Bir xil hissiyot, bir xil fikrlarni o'zgartirsangiz, vaziyat o'zgaradi. Mana tushunyapsizlarmi? Bugungi darsimizga oidda. Ya'ni inson har kuni bir xil narsani o'ylab turib, bir xil fikrni, bir xil qarorni qilib turib, ertaga yangi natija kutmasin. Ya'ni bir xil vaziyat takrorlanyaptimi? Demak, bir xil fikr, bir xil kutuvlar, bir xil xarakter, bir xil odat, hamma bir xillikni chaqiraveradi o'ziga. Odatlaringizni, fikrlaringizni, hayot tarzingizni o'zgartirmagunizcha, qarorlaringizni hattoki o'zgartirmagunizcha hech narsa o'zgarmaydi. Yangilik xohlaysizmi? Marhamat, yangilaning. Ustoz, ajdodlarimizdan takror keladigan yomon odatlar takrorlanmasligi uchun qanday maslahat berasiz? O'zingizni odatlaringizni va o'zingizni xohishlaringizni aniqlab olishni maslahat beraman. Aniq man nima xohlayman? Aniq man qanday yashashni xohlayman? Hayotimga mana bunaqa nima aniq harakatlar qilsam, nima ro'y beradi deb aniq bilib olish kerak. Ya'ni tanlov sizda ekanligini tushunishni o'zi kifoya. Mayli, ular shunaqa odat qilishgan, ularda shunaqa odat bor, menda ham shunaqa qanaqadir moyillik borligini bildimmi, nimagadir. Demak, shunaqa bo'lgan ekan, mani bobomda yoki buvimda yoki bobomni bobosida. Demak, manda shunaqangi narsalarga moyillik bor ekan. Pozitiv bo'lsin, u negativ bo'lsin. Demak, negativ narsaga moyillikni sezganimda nima qilaman? Men o'zimni analiz qilishni boshlashim kerak. Buni sababi nima? Nima sababdan mani shunaqa qanaqadir salbiy narsaga tortyapti? O'rganaman o'zimni. Aslida mani tabiatimga to'g'ri keladimi? Savollarni beraman, mutaxassis bilan ishlayman-da. O'zimni prinsiplarimni shakllantiraman. O'zimni yangi odatlarimni, yangi dasturlarimni yarataman va o'sha dasturda o'ylashni, yashashni boshlayman. Va kamida Xudo xolasa 2 oy yashab bersam, shunga turib, u dasturlar ajdodlardan kelayotgan dastur yechiladi. Lekin 3 kun qilib, 3 kun yaxshi shug'ullanib turib, 4-kun, 5-kun qilmasdan ketadigan bo'lsam, demak u dasturlar, ajdodlar dasturi bizani ustimizdan hukmronlik qilishda davom etaveradi. O'sha moyillik tortaveradi. Aytadi-yu, в крови какой программа, qonida qanaqa dastur bo'lsa, uni qonida demak u tortaveradi shu narsaga. Da, genetika bu yerda rol o'ynaydi. Irsiyat. Kechirmayman, jim bo'lib qolaman, xohlasam ham gapirmayman, ayniqsa xafa bo'lganimda. Hatto uydagilarim bilan ham shunaqa tez xafa bo'laman, nima qilsam bo'ladi. Xafa bo'lish bu norma holat. Xafa bo'lish bu norma holat. Вот keyinchalik tushunib ketib kommunikatsiya qila olmayotganingiz mana bu norma emas. Xafa bo'lish bu norma. Kim aytdi sizga xafa bo'lmaslik kerak deb?
Xafa bo'lish bu norma. Lekin xafalikni yutib, uni aytmasdan, keyinchalik uni chuqurlashtirib yoki uni xafa bo'ldingizmi, uni aytish kerak. Hop mayli arazladingiz, nima qilib, lekin uni ayting, uni gaplashib oling, uni chiqarish kerak. Chunki xafalik ichida odamni o'zini kasal qiladi. Tez xafa bo'lmaslik uchun inson yo'q deyishni o'rganishi kerak. Inson emotsiyasini, fikrini o'sha joyida aytishni o'rganishi kerak. O'zini chegarasi, o'zini e, demak, nima deydi? E, O'zbek tilida. Xullas, qoidalarini, o'zini qoidalarini shakllantirishi kerak. Ishonchni ko'paytirish, shubhalarni yo'q. Bugun shu darsni o'tdik. Bugun o'tdik buni. Qanday qilib ijobiy tomonga o'tish mumkin? Shundan foydalaning. Xo'p, ishlata olmaymiz, hayronman. Nima qilish kerak? Nimagadir, qandaydir obyektlarga, produktlarga ketadi, ammo xohlagan narsalarimizga ishlata olmaymiz. Chunki boya aytganimizdek, insonni o'zini qadrlashi, o'zini birinchi o'rinda o'ziga o'sha baxtni sovg'a qilish istagi yo'q. Shuning uchun o'sha ketaveradi boshqa narsalarga, boshqa uyga, narsaga, lekin baxt his qilinmaydi. Naobrat achinish bo'lib qoladi va bu pul energiyasini yopadi. Inson dal shu o'zi xohlayotgan jarayonda pul topolmayapti, topayotgan pulni o'ziga ishlata olmayotgani qancha ko'p his qilaversa, pul kanali yopilaveradi. Tavsiyam sizga ham, Mahbuba opa, demak, Baxtni o'zingga sovg'a qil kursimizda o'qing, samootsенканgiz ustida ishlang, mana shu dasturlar ustida ishlashingizni tavsiya beraman. Agar o'zimda ko'nglim to'q bo'lsa ham shunaqa bo'lishi mumkinmi? Ну, да, bo'lishi mumkin. Boya aytganim sabablari o'rganish kerak. Yaqinda konsultatsiyada ish pul bo'yicha ishlagandik-ku, ishxonamda o'zgarish zo'r. Bir yordamchi dizayner keldi va hammasini o'zgartirdi yaxshi tarafga. O'zgarishlar zo'r, xudo xohlasa pul bo'yicha ham bo'lishaman. Xursandman, Ra'no opa. Siz уже ikkinchi jonli seansga bo'ldida sizdagi bu kurslardan tashqari. Уже sizdagi natija zo'r, ancha zo'r. Davom etishingiz kerak. Qizim ko'p sarkazm qiladi, yomon tomoni nimada? Bilmadim yomon tomonini. Siz bunda yomon tomonini ko'rayotgan bo'lsangiz, demak buni o'zingiz o'ylab ko'rishingiz kerak. Nimada buni yomon tomoni? Sarkazm qilish buni odati, buni xarakteriga kirishi mumkin. Hammasi toza, bu og'riq faqat siqilishdan bo'lyapti deyishadi, muammolarimni ichimga yutaman, kimgadir ayta olmayman. Qanday maslahat berasiz? Ну вот, muammolaringizni aytishni o'rganing. Emotsiyalaringizni chiqarishni o'rganing. Xafaliklar bilan ishlash, mana kechirim darslarimiz bepul ham berilgan. Ularni ham o'rganing. Tavsiyam sizga. Chiqarish kerak. Ko'pincha menga ko'p yolg'on gapirishadi. Men bilsam menga baqirishib o'zlarini oqlashadi. Men yana ularga ishonib ketaveraman. Nimadan? Ishonib ketaverganingizdan yana aldanaverasiz. Aniq bir prinsiplar yo'q, aniq bir o'zingiz bilan qanaqadir shaxsiy chegaralaringizni demak qo'yish yo'q. Xo'p, ну, buni sababini aytib o'tdim-da, что inson pul topadi, o'ziga ishlatolmaydi, ravo ko'rmaganidan. Albatta, baxtni birinchi inson o'ziga sovg'a qilsa, o'zi xursand bo'lsa, u yanayam chiroyli bo'lgani sari, u ayol kishi bo'lsin, erkak kishi bo'lsin-da, ya'ni ota-onalar zo'r bo'lgani sari bolalar ularni ko'rib zo'r bo'lishini ota-ona tushunishi kerak. Bolalar ko'rayapti, uni adasi chiroyli kiyinib yuribdi. Adasi ishonch bilan yuribdi. O'ziga ravo ko'ra olyapti-da, chiroyli qanaqadir soatlarni, ochkilarni, ну, bildik, что har doim emas, ну, ravo ko'rish kerak. Yoki onani ko'ryapti, o'ziga qarayapti, yangi turmaklar, yangi nimadirlar, o'ziga uxot qilyapti, ayol kishi ham, erkak kishi ham. Qiz bola buni ko'radi onasida. Qiz bolani samootsенкасы onasinikiga qarab o'sadi. Albatta, chunki ota-onani samootsенкасы bolani samootsенкасы bilan bir xil bo'ladi-da, как бы bir-birini aks ettiradi. Ota-onalar buni tushunishi kerak. Shuning uchun ko'pincha o'ylaydiki, men bolalarimga sarflayapman, o'zimga sarflamayapman. Va keyin hattoki bolalarga aytadi, "Sanlar uchun yashayapman." Siz o'ylaysiz, bolalaringizga bu gaplaringiz ta'sir qiladimi? Yo'q, ta'sir qilmaydi. Ularda keyin o'zini aybdor his qilganda sizga yaxshilik qilishi mumkin. Ikkita non ko'tarib qaymoq bilan kelishi mumkin sizni oldingizga. Ota-onam bizani qiynalib katta qilgan deb. Lekin buni yaxshi ko'rib emas, aybdor o'zini his qilganidan balki ko'proq qilishni boshlaydi. Bizani katta qilgani shular deb. Lekin ota-ona o'zini yaxshi ko'rib, o'zini sog'ligiga e'tibor berib, bolalarning oldida chiroyli, go'zal, sog'lom bo'lib, ularga ham shuni o'rgatsa,
o'ziga ham ravo ko'rishini tushunsa, bu yaxshiroq bo'lardi deb o'ylayman. Shuning uchun Mahbuba opa, yana bir bor takrorlayapman. Tavsiyam o'qing. Mana Baxtni o'zingiz sovg'a qil kursi bor, o'qing. O'zingiz ustingizda ishlang. Shunda albatta ravo ko'ra olasiz. Xo'p, qabul qilgim kelmayapti. Mani ichimdagi, bo'lishi mumkin bu yoki bo'lmasligi ham mumkin. Kimnidir fikrini qabul qilish, qabul qilmaslikni xohlash bu ham norma mumkin. Kimnidir fikri bizga yoqadi, kimnidir fikri bizga yoqmaydi. Mumkin, norma. Ularni hech ham birlashtira olmayapman. Qanday yo'l tutishim kerak? O'rganish kerak xodimlar nima uchun bo'linganligini. Hamma asabi portlaydigan bombaga o'xshab. Chunki insonlarda sevgi yo'q. Insonlarda sevgi yo'q, insonlarda xotirjamlik yo'q, insonlarda bir-biriga nisbatan muhabbat. Maqsadimiz ham shu, bir-biriga nisbatan muhabbatni, sevgini uyg'otish. Mana shu yerda tugatamiz azizlar, chunki juda ko'p o'tib ketdi vaqtimiz-da, уже 1 soatdan ham. Zapis bo'lgan bo'lsa, xudo xohlasa zapisni man qoldiraman. Zapisni albatta yaqininglarga ulashinglar, do'stlaringizga ulashinglar. Kursga yozilgan o'quvchilar, xudo xohlasa Baxtni o'zingiz sovg'a qil kursini biz 15-sanadan keyin уже kirish darslarini boshlaymiz. Yana sanoqli kunlar qoldi. Skidka narxi tugaydi уже qabul va biz уже kursda darslarni boshlab olamiz. Вот. Theta Healing kursi o'quvchilarini esa kursni boshlashganlari bilan tabriklayman. O'qishda, izlanishda davom etamiz va albatta boya aytib o'tganimdek, faqatgina Nilufar opaga va Mohira opaga murojaat qilasizlar. Adminlarimizga kurs bo'yicha, konsultatsiya bo'yicha sizlarga ular batafsil ma'lumotni berishadi. O'sha to'lovlarni bo'lib to'lash bo'yicha hammasi haqida. Azizlar. Demak, keyingi efirlar agarda bo'lishini istasangiz, guruhda aktiv bo'ling. Bugungi efirdan qanaqa tushunchalar olganingizni ulashing, nima natija oldingiz, fikringiz qanaqa? Bo'lishing, mana zapisni ulashamiz va muhimi amaliyotda qo'llang bu darslarni. Shunchaki efirda, shunchaki zapisda o'ylaymanki qolib ketmaydi.